men uchun o'tgan kunlarni hikoya qilib beradigan bir mo'ysifat buvay. Turmushimda, kasbimda, odamiyligimda to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi bir sirdosh do'st. Ko'zlarim namdalganda umid ishonch ato qiladigan, qaytadan kuldiradigan bir umoq sabiy. Shunga men hayotimda kitobdan ayrilmayman. Do'stim, sizchi? Har qitim yangi bir kitobni qo'limga olganimda o'zim uchun yangi bir ustoz ko'paygandek his qilaman. Kitob mening aqlimga aql qo'shib qolmasdan yolg'izligimda eng yaqin hamrohim. Safarda xudim mayakdek menga yo'l ko'rsatkichidir. Albatta, men bu kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Har kuni kech xizmatdan charchab qaytganimda bir parcha yaxshi kitob, qiyniq damlangan choydek shu omon orduqimni chiqarib, menga orom baxsh etdi. Аңлаватқаныңлар Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Assalamu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Oy qanday qilay, mening qizlarim nalada. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi-qandu. Nima kunlarni ko'rib o'tdi-qandu. Men har qaysini pek obdan bilaman. Chechini parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Anam meni, dadam meni. Nemishqa arzulabdiki. Mening bunda bo'larimni nemishqa o'ylamoqdiki. Onun ota-boğulari shundoq yashab kelgan. Atrofidagilarmi ana shundoq yashayotdi. Xotin kishi uyning egisi. Uy ishini xotin kishi qilmay kim qiladi? Uningdan boshqa ayoli uning hamma vafosizliklaridan rosa kelishtirib o'ch oldi. Uning ko'ngliga tugumas gumonni, do'zax azobini tashlab ketdi. U o'lgicha uningdan qutulolmaydi. Hech qanday qilib qutulolmaydi. U olamga ketguncha hech bir bolasining ko'ziga gumonsiz qaray olmaydi. U ko'zlar uning beqib olgan o'g'li Yadikorning ko'zlariga o'xshamdi-ya. Yadikorning yo'g'on, chunqur qora ko'zlari bir qarasa dadasininkiga, to'laroq onasininkiga o'xshaydi. Yo'q, har ikkisiga o'xshaydi. U ba'zida Yadikorning ko'zlariga qarag'anida xuddi o'ziga 3 odam tangli qarab turgandek his qiladi. Nemish quduri ayminib ko'zlarini uningdan elib qochdi. Bu ko'zlarning yiroqroq ketishini, uni ikkinchi ko'rmaslikni xolab qoldi. Ammo u yanala Yadikorni yaxshi ko'rdi. Hatto o'z bolalaridan muchorirak. Ba'zida uni nemishqa shunchalik yaxshi ko'rdiganligiga o'zim hayron qoldi. Balkim osh xotinga o'xshaydiganligi, shuning pushti bo'lganligi uchunmikin. Buningdan 20 necha yillar ilgari u janubdagi chet bir viloyatda ishlab yurgan chog'lar edi. Idora yuqoridan yo'tkilib keladigan bir muavin rahbarni xiylidan beri kutib o'tdi. Uning murakkab tarixiy orqa ko'rinishga ega ekanligidan faqat oz sondagi kishilarla xabardor edi. Oxirgi kuz oylarining birida u uy saramjon besilgan avtomobilning kabinkasida o'ltirib keldi. So'rag'anlarga ayolining orqasidan aeroplanda kelmoqchi ekanligini aytdi. U chog'larda nadam hozirgidek kunda aeroplan bo'lsin.
bir kichik aeroplan 1-2 haftada bir qitim qatnaydi. Ularga Abdurasullarning uyining udulidagi ayrim bir yurish uy ajirtildi. Xizmatchilar ularning uy saramjonlarini to'shiyotganda Abdurasul ho'ylida to'xtatib qo'yilgan qaramtul siri parqirib turadigan yo'g'on pianinoni ko'rib sal ajablangan edi. Uzun o'tmay ayoli 5 yoshlardagi o'g'il bolasi bilan yetib keldi. Rana ismli bu ayol ko'pchilikning tasavvuridagidan tamoman boshqacha chiqdi. U peshonasidan tortib qo'llarining uchigacha qo'rilib ketgan japokesh erining aksicha yosh, satang edi. O'xshaydigan yeri bor deyishga to'g'ri kelsa, ikkisining ko'zlaridagi va yurish turishidagi bir yoshirin dard, noma'lum bir sukutni o'xshatishga bo'ladi. Uning yo'g'on, cho'nqur, sirli qop-qora ko'zlari tunji ko'rishdala Abdurasulning qalbida hech qachon uyg'onmagan hissiyotlarni uyg'otdi. Bu ko'zlar uningga tamoman yangi, kishini o'ziga shuncha jalb qiladigan bir yangi manzarani echib bergan edi. Buning nima uchunligini o'zim bilmaydi. Balki bu ko'zlardagi dard-alam ayollarda oz uchraydigan, hech kimga o'xshamaydigan qandoqdir bir taraflarmikin. Abdurasullar ularni oilasi bo'yicha chaqirib elishdi. Orqadan navbat bilan chaqirish boshlanib ketdi. Bir necha oy davom qilgan mehmondorchilikdan keyin turmush yana ko'ni iziga tushdi. Rana ichkarida muzika o'rgangan ekan. San'at o'maki o'rinlashdi. San'at o'makning pianinoga ehtiyoji bo'lmaganligi uchun vaqtini ko'pincha uyida o'tkazishga boshladi. Ayol ikkisi tala-tuzga kamdan kam chiqadi. Qo'lim qo'shnilar bilan ancha oralashib ketmaydi. Bu balkim ularning o'zlarini va boshqalarni oyig'anligidir. Va yoki bu chet joyda o'zlariga loyiq ulfat topolmaganligidandir. Eri ko'pincha tövanda, xizmatning eng jafoliq yerlarda bo'ladi. Buni o'zi talab qiladi. Boshqalarmi shundoq bo'lishi kerak deb o'ylashadi. Ishxonada, turli yig'inlarda kamdan kam bo'ladi. Nurg'un kishilar viloyatda mushundoq bir rahbarning mavjudligini texi bilmaydi. Shundoqdimi Abdurasul uning qisqa, ma'nilik gap so'zlaridan va ish harakatlaridan kam uchraydigan bilim fazilat egasiga, ajoyib pishqon, tadbirlik rahbarga xos alomatlarni bayqaydi. Faqatla u shu chaqda saviylik hisoblanadigan boshqalarning aksichi siyosat haqida oz so'zlaydi. Madhiya so'zlarini faqat qilmaydi. Ko'pincha nada masala bo'lsa, qiyinchilik bo'lsa, shuni tepib oladi. Eslibli oldimu qo'yib bermaydi. Mundaq chaqlarda boshliqlarning nima deyishi, o'z o'rni yoki boshqalar bilan hisoblashmaydi. Zadili sulh qilmaydi. Uningdek kishilar o'zining qadriga yetadigan biror rahbarga qo'llig'iga uchrab qolsa, ne ishlarni qila oladi. Ammo ularga o'lgidek o'chlik qiladigan yana boshqa bir xil rahbarlar va ko'z quloqlarmi bor. Ular hamma yerda oshularning peyida yuradi. O'ng gapini ta'tir o'riydi. Qadamda bir qiyinchilik tug'dirib, amalsiz o'ringa tushirib qo'ydi. Ular ya raqiblari bilan oshkora elishib, hukm talqon bo'ldi. Ya beshini ishchiga tiqib, umr voyat bir bo'longda buruqtirmaliqda o'tishga majbur bo'ldi. Muavin boshliq Rahimjon Abdurasulning ko'nglida kuchli hasadxo'rlik uyg'otgan tunji raqobatchi bo'ldi. U o'zini hech qachon boshqalardan ojiz hisoblab boqmagan edi. Lekin u yana Rahimjonning hamma taraflarini tushunib, ko'nglida dangsab, uning o'zi uchun xavf bo'la olmaydiganligini, balki qil ustidagi odam ekanligini, hamon bir kuni g'ulab tushadiganligini, ammo o'sha vaqtgacha xeyli ko'p ishlarni qila oladiganligini, vaqti kelganda barliq to'pining omon qolganlarga mansub bo'ladiganligini tunib yetdi. Chandurmay, prinsip, siyosatdan chetlamay uni qo'lladi. Uningga yor yo'lakda bo'ldi. Boshqalarga go'yo uning bilan hamkorlashayotgandek ta'sirlarni berdi.
ularning do'stona munosabati ikki oilaga ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Toki madaniyat zo'r inqilobiga qadar ikki oila bek quyuq bo'lmasa-mu, xeyli yaqin muomala qilib o'tishdi. Abdurasulning ko'nglida shu sirliq satang ayolga bo'lgan qiziqish, armonmu o'z peti saqlanib qoldi. U azaldan xushamatchilarni ko'ziga ilmaydi. Ularni mukammal odam qatorida ko'rmaydi. Lekin hayotda ular bo'lmasa bo'lmaydi deb qaraydi ham ulardan ayrilolmaydi. Uning ayollarga bo'lgan qarashimu xushamatchilarga bo'lgan qarashidan ko'p farqlanmaydi. U azaldan ularning aql farosatiga, biror ishni boshqa ilib chiqa olishiga ishongan emas. Ularning hunari faqat erlarning ko'nglini elish, pul, boylik qo'g'lish, manmanlik, g'ayvat shikoyat, uy ishidan iborat deb biladi. Hukumat o'rinlarida erlar bilan tang ishlayotgan, biror natija qozongan ayollarning bo'lsa sat bo'lganligi, erlarni jalb qilish kuchi bo'lmaganlikdan amalsiz xizmat bilan o'zini avundirib yurganlar deb qaraydi. Qo'rchoqdek yasnib yuradigan nosquluqliq mashinistki qizlar, sestralar, kutkuchilar, san'at o'mikining artistlarla uning diqqat nazarini tortadi. Ularmu uning atrofida parvona bo'lishadi. Barliq amallar bilan uningga yiqilishga tirishadi. Umu kichkina xayrxohlik, iltifotlar badaliga ularni osonlik qo'lga keltirib oladi. Ammo Rahimjonning bu sirliq ayoli u tuniydigan ayollarning hech qaysisiga o'xshamaydi. U uning boshqa ayollarga qilgan muomalani qilishga bo'lmaydiganligini, uni qo'lga keltirish uchun xeyli mahorat ketadiganligini tushunadi. Shunga uningga ehtiyot bilan qadam-qadam yaqinlashishga tirishadi. Ammo uning hamma urinishlari bekorga ketayotgandek qiladi. Eri oylab sirtda yursa, u oylab tala tuzga chiqmaydi. Hamma kishiga o'xshashla tuz, bek illiqmi emas, bek sovuqmi emas muomala qiladi. Har kuni gugum paytida uyda yolg'iz o'ltirib pianino chaladi. Yevropa klassik musikalari bu chet makonda, gugum qo'ynida larzan yangrashga boshlaydi. U pianinoni, Yevropa musikalarini ana shu chog'lardan tortib yaxshi ko'rib qolgan edi. Har kuni namoz shamda shu pianino ovozini zoriqib kutadi. Biror kun anglanmay qolsa, biror nimasini yo'qotib qo'ygandek bo'lib qoladi. Bir kuni har qachonqidanmi go'zal, mo'liq bir ohangdan ixtiyorsiz titrab ketdi. Nola faryodga, mo'liq iltijoga, shundoqla yana kimdir birini chaqirayotganga o'xshaydigan bo'lsa-da, uning teshna qalbini birdil mast qildi. Umu balkim men kechirayotgan hissiyotlarni boshdan kechirayotgandi. Har kuni bu kuylarni zerikishdan chaladigandu. Bu kuylar bilan balki meni chaqirayotgandi. U sirtqa chiqdi. O'zi talpinadigan o'sha uyning oldiga keldi. Eshik bo'shli yepilgan edi. Eshikni ittirib, chiroq yiqilmagan mehmonxonaga kirdi. U chog'da pianino ovozi allaqachon to'xtagan. Jimjitlik ichidan g'alati bir ovoz keladi. U darhol buning nima ovoz ekanligini farq etolmadi. Atrofiga sinchilab qarab, g'uvo qorong'ulikda parqirab turgan pianinoni, uning ustiga yerim gavdasi bilan yiqilgan, oppoq bilaklari orasidagi beshi nozik gavdasi bilan qo'shilib silkinib titrayotgan ayolni ko'rganda, uning nima ishligini birdilla tushundi. U yig'layotdi. Uyga birining kirib kelganligini, o'ziga qarab turganini sezmay yoki sezsimu parvo qilmay o'zi bilan halak edi. Xuddi qattiq azor yegan, dili nozik bolalardek bo'sh ovozda huy tortib, o'ksib yig'laydi. U ayolga xiyilg'icha untinsiz qarab turdi. Xiyilidan keyin qadamlarini tasti yo'tkab qandoq kirgan bo'lsa, shundoq chiqib ketdi. Shu kuni u bu sirliq ayolning ko'nglida cho'nqur yiltizlab ketgan bir jarohat,
ömürlük bir dert barlığını sezdi. Özünün ortiqcha odamligini his qildi va uni o'ylamaslikqa, esidan chiqarib etishga tirishib yurdi. Madaniyat inqilobi boshlandi. Rahimjonlarning oilasi tunji bo'lib inqilob zarbasiga uchradi. Kishilar Ra'noning pianinosini chiqib tashlashdi. Uning davlatning pulini bekor yetib xajlaganligi, burjuaziyachi turmush odati to'g'risida nurg'un cho'ng xatlik yezitlar choplandi. Madaniyatdan boshlangan inqilob bora-bora keskinlashib, kishilarning ruhiy dunyosiga, hayotiga, mol-mulkiga toqishishga boshladi. Hamma yerda turli aksil inqilobiy tashkilotlar va ularning zo'r turkumdagi a'zolari fosh qilinib, turmalar, ommaviy tashkilotlarning yig'ib olish o'rinlari, naq aksil inqilobchi, chet elga bog'langan unsur, tarixiy aksil inqilobchilar bilan to'lib ketdi. Rahimjon bilan Abdurasulmu bir kechada tutildi. Ammo ishkilinga qilingan muomala tubdan o'xshamaydi. Abdurasul simkaravot, tovar yotqanlari bor ayrim uyga solandi. Bola chaqalari bilan mu ko'rishib turalaydi. Tashkilotning rahbarlari uni pat-pat yo'qlab keladi. Cho'ng ishlarda uningdan maslahat so'raydi. Nemili degan bilan ular bir yumlabla hokimiyat beshiga chiqib olgan fursatparastlarda. Ularda tajriba, tadbir nemish qilsin. Rahimjon bo'lsa maxfiy turmaga solandi. Uning qayerdaligini hech kim bilmaydi. Bir kuni kechida Abdurasulni bir kattovash izlab keldi. U parang orasida Rahimjonning tashkilot masalasini fosh qilmay, johillik qilgani uchun tayoq yeb o'lar holga kelib qolganligini. Ba'zilarning uni qo'lidan ish keladigan xalqqa kerakli odam deb qarab, qutqizib yelish ko'yida bo'layotganligini aytdi. Qo'lidan ish keladigan xalqqa kerakli odam. Bu so'zlar Abdurasulning yuragiga yonidek sanchildi. U azaldan boshqalarning o'zini shundoq deb ta'riflaganini anglab boqmagan edi. U nemishqidir o'zini bosolmay qoldi. Shu topda u o'zining bir eg'iz so'z bilan Rahimjonning hayotini saqlab qola oladiganligini, u kattovashning uningga bu so'zlarni deb berishi uningdan maslahat olish uchun ekanligini biladi. U nima uchun shu chaqda Rahimjonning tarixi murakkab, uning masalasi biz o'ylagandami og'irroq deganligini, bu so'zning og'zidan qandoqlarcha chiqqanligini bilmaydi. Ammo bo'q ovozda shundoq javob berganligini biladi. Shu gapni qilib bo'libla qalisi elishib ketdi. Og'zi gapga kelmay qoldi. Mehmon chiqib ketguncha shundoq holatda o'ltirdi. Kecha ishchi qizig'andek bo'lib, oyoq bu yoqqa o'rilib, zodila uxlay olmadi. U bir necha qitim o'rnidan turib nagidur bormoqchi. Og'zidan chiqib bo'lgan gapini qaytirib olmoqchi bo'ldi. Ammo putlari mayliga bo'ysunmadi. 2 kunni ana shundoq o'tkazdi. 2 kundan keyin Rahimjonning tayoqdan o'lganligi xabari keldi. Shu kechsila meyitni uyiga chiqarib berishdi. Atsi peshin vaqti bilan 10 ga yetmaydigan kishi rahmatlikni tuproq beshiga elib chiqdi. U balkim o'sha joyning tarixidagi eng dog'dug'isiz, jimjit o'tgan o'limdi. Kishilar tavut orqasidan boshlarini sangilatib jim-jimli mengishadi. Ularning chiroyidan qayg'u yoki xushallik bilinmaydi. Faqat hammaning oldida beliga oq bog'lab ketayotgan bir kichik o'g'il bolaning bu nol faryodida jimjitlikni buzib, anglagan kishining yuragini titrtadi. Abdurasulmu o'sha kishilar bilan birga tuproq beshigacha bordi. Ammo ular tuproq beshiga borganda, u yerda allaqachon hozirlanib turgan bir to'p qurolli kishilar kapitalizm yo'liga mangan huquqdor, tarixiy aksil inqilobchilarning inqilobiy on bilan bir yerda yetishiga ruxsat yo'q deb meyitni yerlikida qo'yishga yo'l qo'ymadi. Kishilar amalsiz uni yo'l bo'yidagi bir yorliqqa qo'yib qo'ydi. Rahimjonning kichkina o'g'li egiz to'nda yangidan ko'tarilgan yolg'iz qabrga o'zini etib, bo'g'iq ovozda "Dada! Dada!
Sen nimish qo'yilib ketding, dada? deb uzoq yig'ladi. Kishilar majburiy tortib elib mong'andimu, keyniga qarab yetim qo'zidek bo'zlab mongdi. Uzun o'tmay Abdurasul inqilobiy kadrlarning vakili sifatida 3 taraf birlashgan inqilobiy komitetga kirgizildi. Bu mezgilda u boshqalarning Rahimjonning bola chaqasini uydan ko'chirib yetishiga yo'l qo'ymadi. Ularga bilindirib, goh bilindirmay ko'p yaxshilik qildi. Ra'noning xizmati, maoshini asliga keltirish, erini qayta dafn qilish, bolasiga beriladigan turmush yordam puli masalalarga qadar o'zi orlashib, odil bir taraf qilib berdi. Ra'no bilan o'g'li uningdan minnatdor bo'ldi. U amdi Ra'noni hech qachon kuchimayla qo'lga keltira oladiganligiga shaksiz ishonadi. Kutmaganda Ra'no to'g'risida boshqacha bir parang tarqalib ketdi. Kishilar uning oliy maktabni bitkizib, ommadan kelgan xatchaklarni bir taraf qilish ishxonasiga yangidan taqsim qilinib kelgan yosh yigit bilan o'ynaydiganligini, darvoza boqadigan buvoyning ular ikkisini tutib olganligini so'zlashib yurishdi. Bir kuni kichik bolaning yig'isi, dod faryodidan cho'chigan kishilar Ra'noning uyiga yugurib kirishganlarida gunohkor ayolning og'zidan ko'pik qaynagan peti qop-qora bo'lib qaytib qolganligini ko'rishdi. U zahar ichib olgan edi. Kishilar bolaga ich og'irtishdi. Ba'zilar ko'z yeshimi qildi. Ra'noning bir yurtdoshi o'tirg'i chiqib, bolani uyiga elib ketdi. U ashu yodikor edi. Ota-onasini o'z qismatlarini oldin bilgandek, uningga yodikor deb ism qo'yishgan ekan. Abdurasul oilasi bilan Urumchiga yo'tkilib kelishga tayyorlik qilib yurgan kunlarda bir kuni uni ko'chada soqchining oldida ko'rdi. Dumbisida o'ngan och yeshil yung adyalga o'ralgan yotgan ko'rpisi bor edi. Kiyimlari yirtiq, o'zi judang, ruhsiz holda ketayotdi. Abdurasul shu yerda soqchini yo'lga selib etib, yodikorni uyiga elib keldi. Nemishqidir shuningdan tortib, bu bolaga boshqacha mehri tushib ketdi. Balki ota-onasi oldidagi jinoyatini yuyish, vijdon azobini yengillatish ko'yida uni shuncha yaxshi ko'rdi xondi. Yoki bo'lmasa, o'zida hech kim qo'zg'ay olmagan hissiyotlarni qo'zg'agan oshu ayolning bolasi bo'lg'achqa ko'ziga mehrli ko'rindi xondi. Ammo u hil ham yodikorning ko'zlariga qaray olmaydi. Ba'zida go'yo yodikor hammani biladigandek, hammadan xabardordek bilinib, o'zicha dakku-dukkiga tushib qoladi. Amaliyati bo'lsa, u yodikorni yaramliq odam qilib tarbiyalab chiqish uchun hech narsasini oyimadi. U bo'lmagan bo'lsa, uning umri turmalarda o'tib ketgan bo'ladi. U o'zining bu savobli ishini kishilarga so'zlab yurishni yaxshi ko'radi. Konu birodarlar, tonish bilishlar kelib qolsa, yodikorni oldiga chaqirib, "Mana bu Rahimjonning bolasi. Cho'ng bo'lgancha dadasiga o'xshab ketayotganligini qaranglar. Rahmatlik bebaho odam edi. Millatning boyligi edi. Hay!" deb xo'rsinadi. Kishilar uning konu sabdishining yetim bolasini beqib qatoriga qo'shqanini og'ziga tegmay maqtishib ketishdi. Bu gaplardan uning ko'ngli orom topadi. Gohida o'zim rahmatliklarning o'zidan u olam, bu olam rozi ishkanligiga ishonib qoladi. Ayoli keldi. Bugun u suz yeshil chet el raxtidan tikilgan oq tugmalik uzun xalat. Putiga yenik oq to'play kiyib olgan edi. Qo'lidagi kichkina sumkasimi oq ranglik edi. Kelishgan, suyumlik yosh chiroy, pokiz yeshil va oq ranglar kishida ozodlik va baxt tuyg'usini qo'zg'aydi. Bu tuyg'u har qachonqidek uningga tugamas lazzat bag'ishladi. U o'zini o'sha tuyg'uning ixtiyoriga qo'yibdi. Biroq uni ilkiga olgan bu tuyg'uning qaysidir bir burchikida sat qiyri maymun sifat bir maxluq tishsiz qip-qizil og'zini yo'g'on echib, uningga qarab xirildab kulayotgandek. U nima uchun mushuncha valo yasinadi? U kim uchun yasinadi?
Acaba sening uchunmi? Ahmaq, qip-qizil ahmaq devatqandek tuyuladi. U xiyolidagi heliqi maxluqni rostila qo'g'lamoqchi bo'lgandek ixtiyorsiz qo'llarini silkidi va ko'zini ayoliga yo'tkidi. Ayoli karvatning udulidagi divanda po'payki to'qib o'ltiradi. Chiroyida yana heliqi o'zgarmas tabassum. Xuddi rasmga tushayotgandek yoki televizor ekrani oldida rol ilayotgandek pat-pat beshini ko'tarib ishga ko'z tashlaydi. Ko'zlari nimanidir, kimnidir izlayotgandek edi. Balkim heliqi yosh doktorni izdamdikin. Qandoqli bo'lsin, u bekmi yiqishliq ayol. Har kuni, har soatda yanada mushundoq bir ayolni ko'rib turishning o'zimi bir huzur. Ayoli bugun uningga cho'ng o'g'lining xetini olg'ach kelgan edi. Uning cho'ng o'g'li Erkin 2 yildan beri Tokioda o'qiyotdi. U o'g'lining xetini etishga oldiramadi. Ko'zini ayolidan uzmay, hamda uning bir parcha yeshil bulutdek yengil mengib yurishiga qarab jimmidi yotdi. Chunki u o'g'lining sutdek oq, yaltirab turadigan yapon qog'ozini hech kimning xiyoliga kirib chiqmaydigan, kishini xushal qilmaydigan, bekmu xaliti gap so'zlar bilan to'shqizib avatadiganligini biladi. Ba'zida uning gaplarini ko'tarolmay qoladi. Xo'pi bo'lib, bir necha oylargacha xatmi yozmaydi. Ammo nima qilgan bilan bo'ladi? Texi yosh, oq qorini, dunyoning o'y-do'ngini bilmaydi. Yanala dada bo'lg'uchining maslahatiga, yo'l ko'rsatishiga muhtoj bo'ladi. Oxiri yana chandurmay silliqqina pand nasihatlarni qo'shib xat yozadi. Uning yaxshi ko'ngliga yana heliqidek javoblar, bir-biriga o'xshamaydigan, to'limdan to'qmoq chiqqandek ajoyib gaplar keladi. U xatni kashda, koridordagi oyoq tevishlari, gudung-gudung ovozlar o'chib, atrofni kechining jimjitligiga qoplashga boshlaganda o'zi yolg'iz ochdi. Dastlabda uning qo'liga bir parcha rangli surat chiqdi. Bu uning paraxod rishatkasiga yo'linib tushgan surati edi. Yon tarafdan hashamatlik paraxod sahnasining bir qismi. Soyivallik o'rindiqlarda o'ltirishgan kishilar chala-bula ko'rinib turadi. Orqa taraf poyonsiz, ko'p-ko'k yapon dengizi edi. Yiroqda beliqchi qushlar uchib yurishadi. U o'g'liga tikildi. U qiyniq rangli kostyum kiygan, galstuk taqgan edi. Sal budur kelgan sarg'uch qo'ng'ir chochlari shamolda uchib turadi. Qo'yuq qoshli qo'shumsi jim turilgan. Cho'ng-cho'ng, qattiq ekan ko'zlarda bir xiyol. Inchiki burti ostidagi sal yo'g'onroq, ammo chiroyli kelgan og'zi xuddi biror so'zning chiqib ketishidan ehtiyot qilayotgandek mahkam yumilgan edi. Dastidan yoshliq, sog'lomlik urg'ib turgan bu yigit uning o'g'li. Ba'zilar uni o'ziga o'xshatdi. U Erkinning qaysi tarafi o'ziga o'xshaydiganligini bilmasa-mu, mushundaq so'zlarni huzurlanib anglaydi. U suratni bir chetga qo'yib qo'ydi. O'g'lining har qachonqidek qog'ozning tayyor siziqini tashlab yozgan, chechilib turadigan, nemisi bilandir o'zini aslatadigan xatlarni ko'rganida ixtiyorsiz qo'shuvmisini turdi. O'g'li xetida o'zining salomat ekanligini, ta'til vaqtidan foydalanib Yaponiyaning shimolidagi o'lkasi Beyxaydovga borganligini, u yerning poyonsiz yayloqlarini ko'rib, yurtini, Tangirtoq etikidagi yayloqlarni ko'z oldiga keltirganligini, u yerdagi kishilarning qizg'in mehmondo'stligini, uningdan boshqa yaqindan buyon o'zining inglizchadimi xeyli ilgirlab qolganligini, ba'zi mashhur asarlarni o'qiyotganligini, kallasida yangi fikr, yangi qarashlarning qaynab teshib turganligini yozgan edi. Uning farzi xato chiqmadi. O'g'li bu qitimmi uni ranjitishni unutib qolmagan edi. U xetining oxirida o'zining bolalik vaqtlarini eslab kelib, mundoq degan edi. Bilamsan dada, kichik vaqtlarimda sen huquqing, salopiting, gap so'zlaring, qahrlik chiroying va boshqa hamma taraflaring bilan
nazarimda go'yo ko'z yetkisiz zo'r tog' eding. Men tushimdimi, o'ngimdimi o'sha tog'ni ko'ratdim. U mening ko'z oldimdagi osmonning, dunyoning mutlaq ko'p qismini to'sib oladi. Tog'ning orqasidagi ko'p-ko'k osmon, parvoz qilayotgan qushlar, yop-yeshil yayloqlar, bog'lar, etizlar meni shunchalik o'ziga tortadi. Men o'sha qushlarga havas qilatdim. O'sha qushlarda qanot qoqib egiz uchishni, tog'lardan halqib o'tib o'zim orzulagan o'sha kangri dunyoga chiqishni orzu qilatdim. Ammo o'sha tog' hamon meni to'sib turadi. Men uning g'oyat zo'rligini bilatdim. Qarab ko'zim yetmaydi. Men xeli cho'ng bo'lguncha bu hissiyotimning ta'siridan qutula olmadim. Men hali ham xiyolimdagi o'sha tog'ga ko'z tikib, kech-kunduz o'ylayman. Rostini aytsam, sana nisbatan bek cho'ng ko'rinadigan narsaga yiroqdan qarash kerak ekan. Faqat shundala uning haqiqiy qiyofasini o'chib ko'rib olalaydigansan. U haqda yurakli fikr yurgizalaydigansan. Bir ish yodingdami dada? 10 yosh vaqtlarim bo'lsa kerak. Tuyuqsiz qattiq og'rib qoldim. Onam bechora atrofimda parvondek oyinlatdi. Topilishim bo'yicha doktor keldi. Shu yot kishi chig'ida menga ko'p mehribonlik ko'rsatdi. Bosh ko'zimni silidi. Men bilan uzoqcha cho'ng odam bilan paranglashgandek paranglashdi. Sen odatdagidek kirib chiqib yurding. Bir qitimmi mening karvetimning yeniga. Sana mo'ldirlab qarab turgan o'g'lingning oldiga kelib boqmading. Bir qitim uxlayotgan chig'imda peshonamni tutib ko'rdim. U qish fasli edi. Sen talodin kirgachga qo'llaring muzdek edi. Men uyg'onib ketgan bo'lsam-mu, qo'llaringni tortilishingdan qo'rqib, qimir qilolmay yotdim. Ichimda yig'lig'im kelib ketdi. Men sening bir eg'iz bo'lsa-mu, muhimroq so'z qilishingni, uxlayotgan vaqtimda bo'lsa-mu, erkiltib qo'yishingni umid qilgan edim. Aksisan, o itning bolasi, menga teptagan ovozliklari ozdak. Yana bu baloni topqinni qara, dedim. Shundaq dada. Sen azaldan o'z bolalaringni tushunmayding. Tushunishni xohlamayding. Dunyoda hammadan muhim odamsan. Hammadan muhim ish sening ishing, huquqing edi. Boshqalar odam hisoblanmaydi. Boshqa ishlar ish emas edi. Hamma odam, hamma ish. Hatto ularning og'rib qilishimi sening orzuyingga bo'ysunishi kerak edi. Dada, men sana, oilamizga, buruq turumliq ichida o'tib ketgan yillarimga echinaman. Sen huquq uchun yashading, kurash qilding. Huquqqa bo'lgan xumor, oshko'zlik sening nazaringdagi dunyodek g'alita, qiysi holatda. Normal bo'lmagan muhitda o'sdik. Go'dak qalbimizda yetilishga boshlagan barliq go'zal his-tuyg'ular maysi vaqtida yo'lib o'tiladi. Biz sho'xlik qila olmaydik. Boshqa bolalar dadasiga erkilgandek sana erkilayolmaydik. Boshqalarga xohlagancha hislashib qila olmaydik. Yoki xohlagancha do'st tuta olmaydik. Mushularning hammasi sening ra'ying bo'yicha bo'lishi kerak edi. Ammo sen bizga azaldan nazaringni silib qo'ymayding. Ko'z nuring bizning ustimizdan tomning, o'z jihozlarining ustidan o'tgandek tezli o'tib ketadi. Biz bilan faqat koring bo'lmaydi. Bizning yuragi tepchaklab turgan, mehr muhabbatga tashna inson bolasi ekanligimizni hisobga olmayding. Onam sening oldingda titraydi. Biz bu sendan qo'rqatdik. Rosa o'ynayotgan bo'lsak, sening oyoq tevishing, o'sha hech kimnikiga o'xshamaydigan oyoq tevishing anglishi bilanla bulung-bulungga berib tugilib o'ltirib olatdik. Qachonlardan tortibkin meningda sen bilan maktabdagi sening nomingni anglislar, chiroydan suni tabassum yog'diradigan o'qituvchilar bilan qarshilash orzusi paydo bo'ldi. Bu tarsa orzu meni nobud qilg'ili tas qoldi. Ammo u yana meni shamolga qarshi lingshib turadigan, odatdagicha chokida odam bo'lib qilishdan saqlab qoldi. Bu keyingi gaplar. Shundaq dada. Biz ana shundaq cho'ng bo'ldik. Onam jafo mushaqqat, dakki-dukki ichida olamdan o'tdi. Men o'zim yaxshi ko'radigan ishdan voz kechib, sening orzuying bo'yicha o'sha tixmi amal so'rniga qistilishga majbur bo'ldim. Singlim turmushda baxtsiz bo'ldi. Inim Akbar
Aşı huquqqa bak ishinib ketganlikdan jinoyat yo'liga mangdi. Yodigar balkim oilamizdagi o'zi xohlagan yo'lga mang'algan birdan bir kishidir. Buningga uning o'z pushtin emasligi sababchi bo'lgandi. Ammo men aşı Yodigarga bakma havas qilaman. Men ba'zida mushularning hammasini tuzatkili bo'lmasmi deb o'ylab ketaman. Dada, Jungo ishikni ichib etish siyosatini burunroq yo'l qo'ygan bo'lsa, sen bu bugungi dunyoni ko'rgan bo'lsang, ha? Sen shu chaqda aşı tor muhitda bak muhim deb qaragan ishlarning amaliyotda uncha muhim emasligini, insonning aql parasti, ijodiy kuchi va hayotlik faoliyat doirasining undaq tor, hammasi bir qilibda emasligini, sen to'g'ri qilsig'mas haqiqat deb qarab kelgan turmush aqidalaringning amaliyotda odamni nobud qiladigan bir tushakdan boshqa narsa emasligini baldurroq tunib ketgan bo'lardim. O'tgan yili men uyga qaytgan vaqtimda ziyolilarimiz orasida huquqparastlikning bakmi avj etib ketganligini ko'rdim. U xuddi yuqumli kasalga o'xshash chaplashqanligi odamni kordan chiqarmay qo'ymaydi ekan. Uningga giribtor bo'lgan odam aqli insoniy tuyg'ularini, boshqa barliq go'zal fazilatlarini yo'qotib, xuddi bir qilibdan chiqqandek. Hammasi bir xilli o'ylaydigan, bir xilli so'zlaydigan, o'zini boshqalardan bir daraja ustun tutadigan surlik sipoyi odamlarga aylanib qoladi ekan. Dada, sen bilamsankin, Jungo dunyo bo'yicha amaldor eng ko'p davlat. Bizning ma'lum bir o'lkamizda 1 milliondan ortiq amaldor bor. Undaqda mamlakat bo'yicha qanchasi bordi? Men shuncha ko'p kishilarning ne ishlarni qilib ketkisligi bor ba'zi kishilarningmi allaqachon tixmi bo'lib ketgan o'sha amal so'rniga nimancha o'zini otadiganligini zodili tushunolmayman. Bu necha ming yillik feodallik tuzum kishilarning qon-qiniga singdirib o'tgan zo'rdin, huquqdan qo'rqish, uningga cho'qinish odatining davomimi yoki nopasning haddidan ortiq ko'payib ketishi va vaqtlik iqtisodiy qiyinchiliklar tufaylidan kelib chiqqan umidsizlik, ruhiy jihatdagi jiddiylikning ifodasimi? Va yoki inson ruhining cho'nqur qatlamidagi hujum qilish, egilib bilish, ustunlikka erishish orqali orom topadigan to'g'ri psixik holatning ustunlikni egilishimi? To'g'ri kelib qolgani uchun yana bir ishni qistirib o'tay. Yaqinda men ma'lum bir fanlar akademiyasidagi bir tadqiqotchi bilan birga bo'lib qoldim. U bir ekskursiya o'migining tarkibida bu yerga keldi ekan. U o'z so'zida ilgari o'zlari tutib ishlagan nurg'un tadqiqot natijalarining boshqalar tarafidan o'g'irlab ketilganligini, ba'zilarning ilgirkilar allaqachon ishlab bir yerga olib borgan temalar to'g'risida terib to'shab xulosa yozib mukofot ilayotganligini aytdi. Men uningga, sizlar shu tadqiqot natijalariga nima uchun ega bo'lmaysizlar? Nima uchun ishni o'zingizlar oxiriga olib chiqmaysizlar? Hammanglarning fikr xiyoli amaldili bo'lsa, boshqalar tayyorga hayyor bo'lmay nima qiladi dedim. Men yana, sizlar bizning bakmi sanoqli tadqiqotchilarimiz, olimlarimiz, professorlarimiz, boshqalardan natijasi ko'p tirishchanlik ko'rsatib, avlodlar uchun amaliy ish qilib bermasanglar, millatimiz ichidan haqiqiy boshchi ko'rib o'rganish, izdinish ro'yiga va kuchli burish tuyg'usiga ega bir avlod kishilarning yetishib chiqishidan umid kutguli bo'ladi. Bu yerda kimning avlodi yaramliq bo'lsa, 21-asr shuningga tava deydigan so'z bor dedim. Bu mening cho'ng so'zligim emas. Yurtimizda kishilar dodilroq so'zlaydiganlarni cho'ng so'zlaydiganlar deydi. Ammo men bugun shuni texmi cho'nqir his qilyapmanki, umid hargizmi boshqalar nima desa, xo'p deb o'ltiradiganlar emas. Balki o'shunda tor ramkini, bir taraflamalikni, yolg'on so'zlarni va odat kuchlarini bosib chiqa oladigan, texmi yiroqqa va kenglikka nazar sola oladigan kishilarda. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushunamliq asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Kichkinto'la sen shundoq tarsa, hech kimga o'xshamaydigan bir bola eding. Biroq sen hozir cho'ng odam bo'lib qolding. Ota-onang uchun seni biqib qator o'qishning osonga tushmaganligini tushunishing kerak edi. Acaba qandoq cho'ng bo'lganingni, o'tgan hamma ishlarni unutib ketdingmi? Ha, izotsiz. Jinim aka, sening bolalar bordi. Shu bolalarning haqqida bolamni doktorxonaga oldirib bergan bo'lsalar, yaxshiliklari bandadan yanmasa, Xudoyimdan yanar.
Bechara bolam o'tga bo'lib yotqili 3 kun bo'ldi. Jinim akal menga yordam qilsalar.